Assalomu alaykum va rahmatulloh. Do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bundan oldingi postda 2 kun oldin safarga chiqayotganimiz haqida mag'lubiyat ham zafardir deb she'r yozdim. Tez keldi o'sha mag'lubiyatli zafar. O'sha haqida she'r yozdim. O'shani bitta ko'rib, kim buni ko'rsalaring yana ham tushunarliroq bo'lsa kerak. Hayotda ko'p sinovlar. Dunyo ishlari o'yin. Tishlaganing rizq emas, taqdir bo'lmasa qiyin. Kecha shodon o'zimcha boshlagandim safarni, qabul qildim qizig'i, mag'lubiyatli zafarni. Do'stlar bilan quvondim samolyotning bortida, bilmasdim ne hikmat bor bu safarning ortida. Do'stlar o'tsa bas deya yuragimni siqmadim, o'zga shahar, o'zga yurt, aeroportdan chiqmadim. Qaytdim mahzun vatanga, do'stlarim ham ezildi, dedilar qayta, do'stim o'rning sezildi. Do'stlarla birga bo'lsak, balki vaqt zo'r o'tardi, shu so'zlarning o'zi ham ko'nglim tog'dek ko'tardi. Uzoq o'ylab fikrlab keldim ushbu so'zgacha, demak do'stlar qalbida mening o'rnim o'zgacha. Uzoqdagi bir kunim ko'rsatdi ko'p hikmatni, qadrlamas ekanman yonimda ko'p ne'matni. Oddiy non ham suv bilan juda shirin ketarkan. Dunyo deb ko'p yugurmang, shuni o'zi yetarkan. Bu hayotning hikmati emas ekan mazzada, olsa olib qo'yarkan, istasa bir lahzada. Baxtimizni bezagi bo'lmasin zar taqillar, topolsang baxt aslida jigarlar, do'st, yaqinlar. Xullas, shunaqa gaplar.